Anlayatqanlar Azad Şərq Türkistan radiosu xəbərləri. Assalamu alaykum hörmətli radio anlıqçılar. Aldınqı həftəlik proqramımızda Yaponiyanın dövlət istixbarat sistemasını qayta təşkilləb, Baş Minister Məhkəməsinin istixbarat xidməti üstüdəki kontrolluğunu küçəytiş üçün dövlət istixbarat idarəsini qurğanlığı haqqında təfsili toxtalmaqçı bolğan idik. Amma proqramma vaqt cəhətdəki səbəblər tüpəylidən anlatılmadı. Şoňa bu hafta Yaponiyanın yeni istihbarat qurulması bilen birlikte Tokyo'nun O'rta Asiya ve Türk dünyasıga bolgan diqqat itibarının küçüyotganligini ko'rsatadigan yeni bir diplomatik hareketni birleştirip qarab chiqamiz. Yaponiya hükümeti 7. ayının 31. günü Dövlət İstihbarat İdarəsini resmi kurup, Baş Minister Saya Takachi başçılığındaki Dövlət İstihbarat Kengişinin tunji yığınını ötküzdü. Yeni sistema taşqi istihbarat, casusluqqa qarshi turish, terrorluq, iqtisadi bexatarlik, mühim texnikalarni qo'g'dash va chet elning ta'siridagi harakatlarga taqobil turish qatorliq sohalardagi uchurlarni bir yerga to'plash va tahlil qilishni maqsad qiladi. Bu yangi qurilma Yaponiyaning faqat istihbarat organlarini birlashtirish uchun emas, balki davlatning yangi bexatarlik va mudofaa siyosatiga uyg'un bir istihbarat mexanizmi barpo qilayotganligini ko'rsatadi. Yaponiya yaqinqi yillarda uzun musofirlik, zarba berish iqtidorini kuchaytirish, harbiy texnikasini taraqqiy qildirish va Amerika, Avstraliya, Angliya qatorliq ittifoqdoshlari bilan istihbarat hamkorligini cho'nqurlashtirishga ahamiyat bermoqda. Bunun bilan birga Yaponiya hukumati josuslikqa qarshi turish qonuni va chet el vakolatchilarini tizimlashga o'xshash yangi qonuniy mexanizmlarni tadqiq qilayotganligini bildirdi. Bu hareketler Yaponiyanın rayondaki bexatarlik muhitini qayta baholayotganligini ko'rsatdi. Ammo bu o'zgarishning yana bir muhim tarafi bor. Yaponiyaning O'rta Asiya va Türk dunyosi bilan bo'lgan aloqasi kuchayyotir. 8. ayının 11. günü Yaponiyaning muavin tashqi ishlar ministri Arfiya Ablet İstanbul'daki Türk Devletleri Teşkilatı'nın katibatxonasini ziyorat qilib, tashkilotning bosh kotibi Quban Ishbek Umraliyev bilan uchrashib, 1 soatdan ortiq suhbatlashdi. Bu uçuruşun diplomatik gün tertibide Yaponiya bilen Türk Devletleri Teşkilatı'nın hemkarlığını kengaytiş, O'rta Asiya ve Kavkaz rayonları bilen bolgan münasebetler, savdo setiq ve meblağ, qatnash ve aloqa, raqamlashtirish, yeşil taraqqiyot, ma'rif ve xalqlar ara aloqani kuchaytirish qatorliq masalalar bor. Uçuruşda yana Trans-Kaspiy o'tir koridorining ahamiyati muzokara qilingan. Bu koridor Yaponiya üçün Asiya bilen Avrupa'nı tutuşturduğun iqtisadi ve stratejik yol bulup qalmay, Xitayning bir belvaq bir yol ta'siriga muvazinat paydo qiladigan muhim coğrafiyalik yollarning biriga aylanyapti. Ammo Uyg'ur jamiyatining bu uchrashishga bo'lgan diqqati boshqa bir nuqtaga markazlashdi. Arfiya Ablet bilen Türk Devletleri Teşkilatı'nın baş katibi Quban Ishbek Umraliyev uchrashishda Uyg'urcha ve Qirg'izcha so'zlashdi. Bunun özla Uyghur meselesini bevosita tilga almay turib, Uyghur kimligi ve Uyghur tilining xalqaradagi mavjudligiga simovliq ahamiyat berdi. Bu yerda bir muhim savol o'tirg'i chiqdi. Yaponiya nima uchun Türk Devletleri Teşkilatı bilan munosabatini kuchaytirdi? Yaponiyaning bu siyosatini faqat Uyghur meselesi bilan tushuntirish to'g'ri bo'lmaydi. Tokyo'nun O'rta Asiyoga bo'lgan qiziqishining orqasida iqtisodiy bexatarlik, energiya, xomashyo, qatnash koridorlari, raqamlik ul aslahalar, Xitoyning rayondagi ta'siri va Yaponiyaning erkin va ochiq Hind-Tinch okean strategiyasiga o'xshash ko'p qatlamli manfaatlar bor. Lekin Uyg'urlar uchun bu yo'linishning alohida ahamiyati bor. Chunki O'rta Osiyo Uyg'urlarning tarixi, tili, madaniyati va jo'grafiyalik munosabatlari bilan zich bog'langan rayon. Yaponiyaning Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston, Tojikiston va Turkmaniston qatorliq davlatlar bilan, shundaqla Türk Devletleri Teşkilatı bilan munosabatini cho'nqurlashtirishi, kelgusida Uyg'ur masalasiga munosabatlik yangi diplomatik va ijtimoiy bo'shliqlarni paydo qilishi mumkin. Ammo bu yerda yana bir cho'ng ziddiyat bor. Xitoy bir tarafdan dunyodagi Uyg'urlarning kimligi, tili, tarixi va chet eldagi aloqalarini o'zining davlat bexatarligi doirasida ko'rayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan Yaponiyaga o'xshash davlatlar davlat bexatarligi, chet elning ta'siri va tashqi istihbarat xavflariga qarshi o'zlarining istihbarat qurilmalarini kuchaytiryapti.
Şoňa bugünkü vaziyetde istihbarat, diplomatiya ve Uygur meselesi bir-birinden ayrım haldaki 3 tema boluşdan kaldı. Xitay üçün Uygur meselesi faqat ikki mesele emas. Chet eldeki Uygurlarning kimligi, tili, tashkilotlari, munosabat to'ri va bo'libmi O'rta Osiyo va Turk dunyosi bilan bo'lgan aloqasimi uning bexatarlik hisoblariga kirgizilmoqda. Yaqinqi yillarda Avstraliyada oshkorlangan xabarlardami Xitoy hukumatining chet eldagi Uyg'urlarga besim qilish, Sharq Turkistonga ziyoratga borgan kishilardan Uyg'ur faoliyatchilarini kuzatishni talab qilish va chet eldagi Uyg'ur tili maktablariga bo'lgan diqqatni kuchaytirish qatorliq harakatlari tilga ilindi. Demak, bugun Uyg'urlarning chet eldagi mavjudligimi Xitoyning bexatarlik nazarida bir uchur, ta'sir va kimlik masalasiga aylanyotidi. Bu noktadan qaraganda Yaponiyaning yangi istihbarat sistemasi bilan Türk davlatlari tashkilotiga bo'lgan yaqinlashishini bir mezgillik ayrim voqealar debli qarashga bo'lmaydi. Bular Osiyo Tinch okean bilan O'rta Osiyo, Turk dunyosi va Yevropani tutashtiradigan texmo keng strategiyalik o'zgarishlarning bir qismi bo'lishi mumkin. Arfiya Abilatning Uyg'urcha so'zlashimi bu jihatda diqqat qilishga arziydigan simovulliq bir ko'rinish. Chunki Xitoyning Uyg'ur tili va Uyg'ur kimligini ojizlashtirishga urinayotgan bir paytda Yaponiyalik yuqori darajalik bir diplomatning xalqaroliq bir tashkilotning markazida Uyg'urcha so'zlashi Uyg'ur tilining xalqaro sahnadagi mavjudligini namoyon qildi. Albatta, bir diplomatning Uyg'urcha so'zlashini Yaponiyaning Uyg'ur masalasida yangi bir rasmiy siyosat e'lon qilganligi deb tushuntirishga bo'lmaydi. Ammo bu harakatning simovulliq va diplomatik ahamiyatini nazardan saqit qilishga bo'lmaydi. Eng muhimi, bu yangi vaziyat Uyg'ur tashkilotlari uchunmi bir sinoq. Xitoy Uyg'ur masalasini o'zining davlat bexatarligi, istihbarat va tashqi ta'siriga qarshi turish siyosati bilan bog'lab, chet eldagi Uyg'urlarning harakatiga qarta yangi mexanizmlarni ishlatayotgan bir paytda Uyg'ur tashkilotlarining dunyodagi yangi strategik o'zgarishlarni tushunib, Yaponiya, Türk davlatlari, O'rta Osiyo va boshqa demokratik davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarni texmo kasbi va sistemalik taraqqiy qildirishi zarur. Bu hafta biz dal mushu masalalar ustida izlanamiz. Yaponiya nima uchun istihbarat sistemasini qayta tashkillamoqda? Tokioning O'rta Osiyo va Turk dunyosiga bo'lgan qiziqishi qanchalik strategiyalik? Arfiya Ablatning Uyg'urcha so'zlashining Uyg'urlar uchun qanday ma'nosi bor? Eng muhimi, Xitoy Uyg'ur kimligini o'zining bexatarlik siyosatining bir qismiga aylantirayotganda, Uyg'ur tashkilotlari bu yangi vaziyatga qanday tayyorlik qilishi kerak? Bu masalalarni texmo cho'nqurlab, navbatdagi xalqaroliq o'zgarishlarning Uyg'ur masalasiga ko'rsatadigan ta'sirini Sharq Turkiston Ulusal manfaat markazi mudiriyat raisi, mustaqil siyosatchi, kuzatuvchi va tahlilchi Nijotbek bilan birga ilib borgan maxsus suhbatimizni dehqonlarga sunamiz. Assalomu alaykum Nijotbek. Oldi bilan qimmatli vaqtlaringiz ichidan vaqt chiqarib programmamizga qatnashganligingiz uchun radyo anglag'uvchilarimiz va radiomiz nomidan sizga chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Xush keldingiz. Aleyküm assalam. Men bu programma taklif qilganligingiz uchun men rahmatimni bildiraman. Nijotbek, oldi bilan siz bilan birlikda Yaponiyaning davlat istihborot idorasini qurishga qarab boqaylik. Sizce bu harekatni odatdagi bir ma'muriy islohot deb qarashga bo'lamdi yoki Yaponiyaning Osiyo Tinch okean rayonidagi bexatarlik va kuch tangpongligiga bo'lgan qarashida cho'ng burilish yuz berayotganligining bir ifodasimi? Eee, Aldıdan bu istihbaratның devletning nemisida o'ynaydigan roli nihoyatda ko'p. Bütün devletler bu devletninki devlet bexatarligi, xavfsizligi, xalqning umumiy kimligini saqlash, krizislarga javob berish, iqtisodiy muqimlik, masalan, jasuslik qarshi turish, nurg'un hatta xalqaro munosabatlar, boshqa davlatlar bilan bo'lgan munosabatda bu istihbarat organlariga ehtiyoj nima qiladi? Davlat kuchi qancha kuchli bo'lgan sari davlatning her xil şekildeki istihbarat organları buldu. Mesela Amerika dünyadaki en güçlü devlet 17 tane 16 tane istihbarat idaresi var mesela. Çünkü bunlar okşama şekilde koordinat işleydi. Hem de Japonya'nınki istihbarat organınki tarihi karsak mı bular 2. Dünya Vuruşu'ndan keyin böyle umumi siyasetini tinchlikparvarlik siyosatiga yurgizgan. Bu sebepten Yaponiyanınki istihbarat mexanizmining alayidligi mudofiya shakllik istihbarat qilib kelganlik uzun yillardan beri. Asasen
özünün içki bexaterligini saqlaş, taşqı nimede chiqib jasusluq qilish, uchur yig'ish nimasida bular jiq ahamiyat bermaylik u narsalarga. Bu sebepten Yaponiya hamda hozirgi nimada vaziyatda xalqarada bo'layotgan o'zgarish, bo'libmi Sharq Osiyodagi Xitoy tahdidininki Yaponiyaga qarata bo'layotgan tahdidning kuchayishiga ergishib, va atrofdagi Amerika-Xitoy munosabatlarining jiddiylashishiga ergishib, Yaponiyaninki bu qarorni oldi hamda umumiy istixborot nimasini birlashtirish va tashqi istixborot nimasini kuchlantirib, nima qilish. Bu iliqi nima shaklidan bakroq bu yerda bir strategiyalik ilingan qadam deb tushunsak bo'ladi iliqi. Hmm. Tashkiliy ilingan qarordan bakrak nima Ha, strategiyalik ilingan bir qadam deb. ha. Yaponiya hökuməti bu yeni istihbarat sistemasi orqali iqtisodiy bexatarlik, chet elning ta'siri, jasusluq va dezinformatsiyaga qarshi turishni kuchaytirganligini bildirdi. Bu chet el ta'siri degan tushuncha kelgusida chet eldagi Uyg'ur tashkilotlari va faoliyatchilariga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Albatta bu yerda chet el ta'siri bu iliqi istixborotning nimasi hamma ichini qo'g'dash bilan birga tashqi jihatdami uchirg'ish va o'ziniki umumiy davlat mudofaa strategiyasi va davlat bexatarlik strategiyasiga qarata bir ba'zi chet el kuchları bilan ba'zi davlatlar bilan yaqin ittifoqlik, hamkorliklarni qurish mumkin. Shunga o'xshash Xitoydek bir tahdid qilayotgan kuchninkimi bir ojizlik nuqtasi bo'lgan Sharq Turkiston jo'grafiyasi va bu yer jo'grafiyaniki asli egalari bo'lgan Uyg'urlar va Sharq Turkiston xalqlarini markaz qilgan holatda bular bilan aloqa bo'lishi mumkin. Bu Uyg'ur tashkilotlarini, Uyg'ur shaxs jamoatlari bo'ptirdimi? Bular bilan aloqada va nimada bo'lishi mumkin. Chunki bu Xitoyning ansirtayotgan, nima qilayotgan nuqtalarninki birisi bo'lgandikinchu. Hmm. Bu mu doirasiga kirdi deb o'ylayman. Yaponiya bir tarafdan istihbarat kuchini markazlashtiryotsa, yana bir tarafdan Türk Davlatları Teşkilatı ve O'rta Osiyo bilan bo'lgan munosabatini kuchaytiryotidi. Siz bu ikki yo'linishni bir-biri bilan bog'langan Yaponiyaning texmi keng jo'grafiyalik strategiyasining bir qismi deb qaramsiz? Elbette bugünkü günde bu modern devletliğimizde devletler özünün çigrasını qo'shni davlatlardagi hatto rayondagi devletlerde hareket etib berish, ta'sirini kuchlantirish, bu yerda istixborot faoliyatlarini olib berish orqali har xil shakldagi hamkorliklarni kuchayish orqali o'zining ulusal manfaatini bexatarligini qo'g'dashga boshlaydi. Hamda O'rta Osiyo Yaponiya bilan garchi jug'rofiya jihati yiroq bo'lsinmi, ammo O'rta Osiyo Yaponiya bilan Yaponiya o'zininki masalan yaqinda e'lon qilgan xavfsizlik mudofaa strategiyasida ko'rsatgan 3 dona davlat bor. Birisi Xitoy, birisi Rossiya, yana birisi Shimoliy Koreya. Bu uchulisini Yaponiyaniki bexatarlikka va uzun mezgillik farovonlik uchun tahdid deb ko'zgulik, yezig'liqchi bu yerda tashlan deb ta'riflaylik. Hmm. Hamda O'rta Osiyo ham Xitoy uchun ham Rossiya uchun muhim bo'lgan rayon. Bu yerda mayli xavfsizlikdan tortib iqtisod, energiya jihatdan nimada. Ammo Yaponiya bu yerdagi ta'sirini kuchlantirish orqali birisi O'rta Osiyo davlatlarininki Xitoy va Rossiyaga beqinib qolgan iqtisodiy va tijoriy munosabatlardan qutuldirish, yengillatish. Ya'ni O'rta Osiyo davlatlarininki ko'p taraflamalik tashqi siyosat ilib berishga imkoniyatlarni tug'dirishga osonlik yo'lni ochadi. Ikkinchisi, O'rta Osiyo davlatlari xom moddalar ko'p bo'lgan, andan keyin oz ko'rilgan nodir metallar ko'p bo'lgan, andan keyin neft va tabiiy gaz nimasi nihoyat mo'l bo'lgan, bo'lib Yaponiyadek sanoati taraqqiy qilgan va yadro quroli ishlashga eng jiq ehtiyoj tug'ilayotgan shuning harakat qilayotgan o'ylash bo'lish bilan bu O'rta Osiyomi Yaponiya uchun nihoyat muhim bu energiya nuqtasidan. Undan keyin bu askariy nima jihatdan aytgan chog'dami bu yadro qurolining nimasida jihatda bu yerdagi Qozog'istondan chiqadigan bu uranium nimasimi mayli Yevropalik yadro davlatlari bo'lsin, Fransiya, Angliya, mayli Amerika olsun, hem Qozog'iston bilan bo'lgan nimani kuchlantiryapti. Yaponiyami buni jihatda munosabatlarni kuchlantirgilik hamda strategiyalik nima deyotgan chog'da bu ham Xitoyning ta'siri ham Rossiyaning ta'sirini bu yerda azaytish uchun o'zining ta'sirini O'rta Osiyodagi Turkiya xalqlari bilan davlatlarni kuchlantirish uchun Yaponiyaning bu qadamlarni boshlang'liq va nihoyatda jonliq olib berganlik nihoyatda yaxshichu. Chunki Yaponiyaning Hmm. bu Turkiya xalqlari bilan bo'lgan bir tarixiy big'i bor. Bu Ikkinchi Hmm. dunyo urushi nimada qilingan. So'ng buni Yaponiya yaxshi e'longan bir strategik bir qadam deb qarasak bo'ladi. Hmm. Rahmat sizga. Sizga ma'lum Nijat Bey, Arfiye Abilatning İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı'nın baş katibi bilan ko'rishib, Uyg'urcha so'zlashi Uyg'urlar orasida alohida diqqat qo'zg'adi.
Sizce bu faqat shaxsiy kimlik va til masalasimi yoki Yaponiyaning turk dunyosiga bo'lgan diplomatik munosabatida Uyg'ur kimliginingmi belgilik o'rniga ega bo'layotganligidan bishoratmi? Bence bu bir Uyg'ur kimligini chunki Yaponiyada nurg'un shaxs va faqatlam tashqi ishlarda agar o'rinlashtirmasa boshqa shaxsni o'rinlashtirsin bo'ldi yapon tilida nima qildiganchu. Ammo bu Uyg'ur qiniga ega bo'lgan, Uyg'ur kimligiga ega bo'lgan bu muavin tashqi ishlar ministri Alfiya xonimni bergan avaytishi bu bir diplomatiyada texmi ravon qilish, bu munosabatlarni, aloqalarni texmi qulaylashtirish uchun qilingan jihatdan bo'lsa, yana bir jihatdan nimaligi berayotgan bir signal va ham O'rta Osiyo davlatlariga va dushmani bo'lgan Xitoylarga berayotgan bir simvollik bir mesaj va bu yerda-chu. Hmm. Yani bir Uyghur qizg'alninki bu yerda bir muavin tashqi ishlar ministri rolini ish orqali O'rta Osiyo davlatlari va uning diplomatlari bilan burunqi bog'ni va kuchlantirish, jonlantirish va esga solish degandekchu. Xitoy Uyg'urlarning tili, kimligi va chet eldagi aloqalarini davlat bexatarligi masalasi sifatida ko'rayotgan bir paytda Yaponiyalik bir yuqori darajalik amaldorning xalqaro sahnada Uyg'urcha so'zlashining simovillik va siyosiy ahamiyatini qanchalik cho'ng deb qaraysiz? Albatta muhim nihoyatda cho'ng nimaga ahamiyatga ega deb qarayman. Chunki Xitoy bir tarafdan yo'qotayotdi bularni, Uyg'urlarni, har xil nomlarni, nimalarni urib, terrorist, bo'lginchi, u bu degandek nimalarni qilib irqiy qirg'inchilik siyosati yapayotdi. Bu yerda Uyg'urlik kimligini yo'qotishga, eritishga tirishayotdi butunlay. Yo'qotishga tirishayotgan vaqtda Yaponiyaniki bu yerga mablag' selishi, bu yerga nimani e'tiborni, diqqat e'tiborni berishi va shuning bilan birlikda buningga Türk ya'ni Uyg'ur Turkiy qini bo'lgan, kimlik bo'lgan bir Alfiya xonimdek bireylarni o'rinlashtirishi bu Yaponiyaning bergan bir nihoyatda ahamiyatli ko'rib oldi bu yerga uchun. Hmm. Çünkü Japonya'nın bu Türkologluk, bu Uyg'urshunoslik olsun, Türkologluk olsun bu yerdeki ep berayotgan tadqiqotim nihoyatda uzun ve kıymetli, mol tecrübe ve bilimga ega chunki tarixiy bog' va uningdan bir Yaponiya bu sohalarda nihoyatda cho'nqur tadqiqotlarni ep berig'liq. Yaponiyaniki bu sohadagi akademik xizmatlarda cho'ng ep bergan xizmatlar va hamda bu narsani real siyosatga Yaponiyaniki uzun mezgillik strategiyalik nishoniga ulashtirish va shunga bog'lash uchun bundaq Uyg'ur kimligi bo'lgan Alfiya xonimni o'rinlashtirishi faqatlam oddiy bir nima emas, diplomatik ziyorat emasdan bir strategiyalik ilingan bir qadam deb qarasak bo'ladi. Ha. Nicat Bey, Xitoy hukumatining chet eldagi Uyg'urlarni nazorat qilish, faoliyatchilar haqida uchur to'plash va Uyg'ur tili maktablariga qiziqishiga o'xshash harakatlarni Yaponiyaning yangi istixborot sistemasi bilan birlikda qaraganda, bugungi kunda Uyg'ur masalasi xalqaro bexatarlik masalasiga aylanyotidi deyishga bo'lamdi. Elbette burun Şərq Türkistan məsələsi əslində ki bir territoriallik bir beslanğan məsələ. Əndə biz insan hüquqları məsələsindən keliklikdə Uyğur təşkilatları bu illərdən buyan. Amma xalqaranınki çoğ güclərin ortasındakı rəqabət və niməninki rəqabətlərin küçüyüşə erişib bu Şərq Türkistan məsələsinin qaytadan ortağa çıxdı. Çünki bu abay degende Xitay'nınki en mühim boğan Xitay için ve en can algı için mühim noktanınki birisi. Yani ehmiyeti nurgun cihetlerden ait mühim ehmiyet ki. Şunu bu yerdeki hem de yaşavatkan halkınki bularınki takdiri mu bu Xitay bilen tepişivatkan Xitay bilen rekabet kılıvatkan Japonya olsun Amerika olsun hem etraftaki başka devletler için mühim ehmiyet ki. Şoň bularnyň nimesiге her daim ähmiýet berdi, közüp durdy, tätqiq qilib turdy. Uçur nimelerni toplaş arkalyk bu ýerge kanda siýasat ýep beriş, kanda bir nimelerni tüýeşke izçil ähmiýet ýep berip kelgilik. Ýaponiýanyň hem de bununki hizmetlerinde bu tehimi jallyk körülişi mümkin. Mesela Uygurlar togurluk ep berdigan hizmetleri tehim keng dairde siyasi meydanlarga oturga çıkışı mümkin bunun dikinçi. Hmm. Endi Xitoy bu jihatda masalan vatanning ichida irqiy qirg'inchilik qilish bilan birga chet elda o'zining milliy kimligini saqlab qilishga tirishayotgan Uyg'ur toplumi, Uyg'ur jamoatchiligininki, Uyg'ur tashkilotlarininki nimasini uchurlarni yig'ishga tashlab boshladi. Masalan, bu qatim Xalqaro inson huquqlari tashkilotininki e'lon qilgan dokladida masalan 11 Avstraliyalik
Uyg'urlarning bargandan keyingi ziyorat nemisida aşu yerden belgilenen nokta var. Bargandan keyingi Uyg'urlar to'g'riliq, Uyg'ur shaxs faoliyatchilar to'g'riliq, anandan keyin ana til maktabi to'g'riliqmi uchur jig'ib ta'minlash to'g'riliq deyilgan Xitoyning nimalari bor ekanda, bergan buyruqlari. Bu demek ki gerçi biz başka zamanlara küçüp çıkıp kelsekmi, Xitoy yana davamlıq ta'qib ostida qilish, kuzatish, bizning ish faoliyatlarimizning, bizning kichik eee, normal hayotimizga kichik nuqtalardan tortib cho'ng nemalarimizgacha hammasiga Xitoy diqqat qilib kelgili. Shuni parallel holda boshqa kuchlar uchunmi bu muhim, chunki degandek Sharq Turkiston jo'grafiyasi, territoriyasi nihoyat muhim bir strategik ahamiyatga ega. Mayli Xitoy bilan hamkorlashgan davlatlar bo'lsin, mayli Xitoy bilan manfaat nuqtasi tepishib tirkishayotgan davlatlar nuqtasidan bo'lgandan keyin. Shunga bu nuqtalarda Uyg'urlarning mayli vatandagi Uyg'urlar bo'lsin, mayli chet eldagi Uyg'urlar bo'lsin bir cho'ng kuchlarning tepishayotgan nuqtasida borgansiri muhim maydonga kelishga boshladi deb tushunsak bo'ladi. Agar Xitoy chet eldagi Uyg'urlarning kimligi va tashkilotlarini o'zining tashqi tahdid va chet el ta'siri doirasiga kirgizayotgan bo'lsa, demokratik davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari o'zlarining Xitoy tarafidan istixborot nuqtasidan nishonga ilinish ehtimolligiga qanday tayyorlik qilish kerak sizcha? Elbette bizning cheklik bir kuchimiz var, nihoyat az nimada. Balki tashkiliy qurilmamizdagi sistemning o'rinlashtirishi, aniki tashkilotlarning shakllanishi, faoliyat doirasi va xizmat etib kelayotgan odamlarda qobiliyat nuqtalarimi bu muhim nuqtalar. Bu istixborot xizmatlarini va bunga qarshi counter intelligence deymiz. U xizmatlarni olib berishga bizning u jihatga ahamiyat berganimizmi yo'q, u to'g'riliq olib bergan bir xizmatlar yo'q. Ammo qilmadik deb qilinmagan xizmatni tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Buningga bir nima bo'linishi kerak. Az bo'lsinmi qo'limizdan keladigan bir imkoniyatlarni qilish kerak. Birinchi eng oldinga qiladigan narsa o'zimizning qobiliyat nuqtasini o'stirish, tashkiliy qurilmadagi islohotlarni olib berish, o'zgartirish olib berish, buningga aloqador bo'lgan bilim nimalarini to'liqlash. Masalan, o'zimiz turayotgan yerlik davlatlardagi istixborot xodimlari, organlar bilan deyish orqali belgilik mudofialanish bilimlarini dars qilg'izg'ili bo'ladi. Buni davlatlar xushalliq bilan beradi masalanchu, mayli dunyoning nerdiki nimalar bo'lsin. Anandan keyin buningga shaxsiy istixborot organlarim bor. Bularga belgilik iqtisodiy nima to'plash orqali tashkilotlarning qandaq bir mudofaa sistemasi qila oladiganligi, nimalarga diqqat qilish kerakligi deganligi va anandan keyin turayotgan jamoatchilikimi bu nuqsada bilim saviyasini ko'taradigan ba'zi leksiyalarni, nimalarni tushuntirish orqalimi ba'zi ta'sirlarni qilg'ili bo'ldi. Chunki endi davlatlar nima uchun yordam qildi degan chog'da bu nuqtada chunki biz bu yerning vatandoshi bo'lib bu yerda turayotgan mezgilimizda Xitoyning bu yerga kelib Uyg'urlar to'g'riliq jasuslik qilishi bu davlatlarniki fuqarolar ustidan olib berilgan bir qonunsiz harakat. Buni davlatlarning yerlik o'zining istixborotlari buning qarata bir mudofaa sistemasi o'rnatdi. Endi bizningki masalan tashkilotlar bunga aktiv munosabat qurib buning chora tadbirini olsa bu davlatlar nihoyatda xushallik bilan bu yordam qilish orqali Xitoyning bu yerga qonunsiz istixborot faoliyatlarini to'sashga harakat qilishi oson bo'ladi. Iliq to'sashga oson bo'ladi. Shunga bu endi qo'limizdan keladigan imkoniyatlar aslida xalqaro bugungi kunda masalan bu sohalarda akademik nim qiladigan tarbiyalik bo'ladigan nurg'un nimalar va qila olsak bu sohadami yosh avlodlarimizni maxsus yetishtirish, bu sohada mutaxassislarni qilish orqali o'zimizning umumiy Uyg'urlarning to'plum istixborot bilim nimasida saviyasida eee, kuchlantirgili va amaliylashtirgili bo'ladi deb bunga ahamiyat bersak yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Hem de hazır Hmm. ma bu mevcut imkaniyetimizin içinde kıldıgan narsa. Hem de iqtisadi gücümüz ve başka güçlerimiz güçlengen çağda elbette onundan mıcık kırılgan nurgun faaliyetler var mesela için. Hmm. Bunu güçlengen çağda dinim kısa oldu da biraz. Nicat Bey, sizgimi ma'lum, O'rta Osiyo davlatlarining Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabati intayin cho'ng. Shuning bilan birga, ularning Türk dunyosi bilan bevosita qondoshlik, o'rtaq tarix va o'rtaq madaniyat munosabatimi bor. Bu ikki ta'sir orasidagi tangpongliq Uyg'ur masalasining O'rta Osiyodagi kelgusiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Elbette bu tarihi birimiz, bir territoriyalik, bir tupraqni bilib yaşaganımız, tarixte nurgun imparatorluk devlet, xandallıklarını birlikte kurup birlikte soğurganımız ve kan birimiz, din kıyrandaşlığımız bir yerdeki bizning bir avantaj nemimiz, bir yerdeki xalq bilan bo'lgan birimiz. Endi qarasak mı,
Gerçi bugün O'rta Asya devletleri siyasi ve diplomatik cihetten bizning masalamizga ega chiqib, Xitoyga ochiq qarshi turamizmi? Bugungi kunda qarasak, O'rta Osiyodagi nurg'un akademiklar burunqi bizningki tarixiy o'rtoqligimizni, qon beg'imiz va din nimamizni chiqib nurg'un sohalarda xalqni yetaklash nimasiga, anglatish, tushuntirish nimasiga jiq ahamiyat beryotidi buningdichu. Bu bir yaxshi bir boshlangan qadam, chunki bu xalqning umumiy nimasi kuchlangan chog'da kelgusidagi davlatning siyosiy nimasigami qarorlarni ilishiga va siyosiy eee, tehditlarni tushunishige, onun to'g'riliq norm bir siyosat, to'g'ri siyosatlarni olib berishga foydasi bo'ladigan narsa bu. Eng oldi bilan shu fikriy asosni selishi kerakchu. Mayli Turkiyada bo'lsin, mayli O'rta Osiyoda bo'lsin bu nimalarning ilib berishi, bu xizmatlarning biz uchun bir yaxshi bir avantaj davlatlar. Bu davomlashishi va bundan keyin taraqqiy qilishini umid qilamiz albatta. Hamda jug'rafiyalik jihatdan aytgan chog'dami, bu yerdan bevosita bizning vatanimiz bilan chegaradosh bo'lishi, bu biz uchun nihoyatda önemli ekan. Çünkü nima degan chog'da mayli biz siyosiy va diplomatik ko'rishimizni g'arb dunyosi qilgan bilan, ming qilgan bilan bu jug'rafiyalik jihatdan yiroqda biz uchun. Ammo O'rta Osiyoda agar imkoniyatimiz bo'lsa, shu yerda siyosiy, diplomatik va boshqa shakllardagi kurashlarni o'sha yerda tayyorlik nuqtalarimiz ichilgan chog'da bizning ishlarimiz boshqacha bo'ladigan gap. Chunki u yerda cho'ng bir xalq asosi va xalqniki qo'llashimiz va qarindoshlik beg'imiz va til jihatlardan, kultural jihatlardan bu yerda o'zimizga yot qilmaymiz va Xitoyga g'oyat zo'r bir qarshilik turadigan bir kuchni belgilaymiz. Shu sababdan Xitoy shunaqa bir narsa shakllanib qolmasin deb bu O'rta Osiyo davlatlarininki siyosiy qurilmasiga bularni o'ziga moyil qilib tarbiyalashga va bularning davlat ichidagi siyosiy qaror aldigan organlarga ta'sir qilishga ajoyib jiq tirishyotidi. G'oyat zo'r mablag' selyapti-da, masalan, Xitoy bu o'rinlarga. Ya'ni buning Hmm. asosiy maqsadi bu zaminni besilingan Uyg'urlarning, Sharq Turkistonliklarning bu yerda bir qaytadan tirilib, qarshilik harakatini mustaqil ko'rishni bu yerda davom qilib qolmaskan deb. Hmm. Sizce Yaponiyaning Türk Davlatlar Tashkiloti bilan bo'lgan munosabati kuchayganda, Uyg'ur masalasining bu tashkilotning kun tartibiga kirish imkoniyati qanchalik? Buning uchun Uyg'ur tashkilotlari nima qilishi kerak? Elbette Yaponiyanınki nimisinin küçüğüşke ergişip, Yaponiya biz için Şarkı Türkistan nimisi için görüşten ait mühim. Çünkü Yaponiyanın özünün bir xəttəlik noktası mı, en özününki bir xəttəliğe ve iqtisadi muqimliğe təsir göstərən, uzun mezgillik təsir göstərən devlet. Yani uçuq desek, tehdit dese dep qaraydı Xitayni. Şun bu sebepten hem de Xitay bilen bir sık uruşqa ve toqunuşqa giriş ihtimallığı bek yuqarı. Hani bizmi özümüzünki Uyghur teşkilatları mesela hamkorlashish boshqa davlatlar bilan ip bo'lgan chog'da bir nechta turga ayrılışımız kerak. Ya'ni qaysi davlatlar bilan bizniki manfaatimiz bevosita kesishidi, qaysi davlatlar Xitoyning Uyg'urlarning Sharqi Xitoydan ayrilib chiqib ketishini xohlaydi masalan. Bizning strategik manfaatlarimiz o'zaro kesishadigan davlatlarni tepib shular bilan nima qilishimiz kerak. Yaponiya ham shunaqa bir muhim ahamiyatga ega bo'lgan davlatlarniki birisi chunki bularmi Xitoyning kengayib o'ziga zimini tajovuz qilishini, bexatarligiga ta'sir qilishini xohlamaydi. Shunga bilan parallel holda Yaponiya Xitoyni mana bu dengiz tarafdan to'sab turganga o'xshash Amerika bilan birlashib. Bu yetarli olmaydi chunki dengizdan to'silgan Xitoy quruqlik tarafdan yana kengayib ketalaydi. Bu quruqlikdan kengayishdan keyin ochquchi nima degan chog'da o'sha Sharq Turkiston jo'grafiyasi. Bunda bo'lgan ahvol ostida Sharq Turkiston jo'grafiyasiga bu yerning asli egalari bo'lgan Uyg'urlar va Sharq Turkistonliklar bu nuqtada nihoyat muhim rol o'ynaydigan gap. Hamda biz shu nuqtalarni bog'lash orqali buni Yaponiya taraflar bilan ko'rishgan chog'da tushuntirishimiz kerak va bu nuqtada harakat qilishimiz kerak. Qachonlar qarasak yig'lab bizni tutdi o'tadi demay, bu strategiyalik bu bog'lash, buni tushuntirish orqali qaysi tarafni qoyil qilish va o'zimizni shu hamkorlashaoladigan saviyaga akilishimiz qochirilmas bir taqozosi, bir xizmatning birisi bo'lib qoldi bugungi kunda Uyg'ur tashkilotlari qildigan. Arfiye Ablet'nin özünün Uyghur kimlikini aşkarı namayan kılışı Uygurlar için bir simvolluk ilham buluştan başka Japonya'nın siyasi ve diplomatik dairelerde Uygur meselesi boğan tunuşni küçeytidigan bir amılga aylana alamdı. Bence ta'sir qildi deb o'ylayman. Hal qilish, olamshumul o'zgarish paydo qilmasimi? Chunki Yaponiya nimasida birinchisi ayol siyosatchilarining o'rni unda jiq emas.
Elfiye Hanım hem ayol kişilik kimligi ve Uygurluk kimligi bilen bir yerde bir özgüçülük bir özgüçü bir kimlik bilen bir yerde meydana çıkıgılık mesela Yaponiya siyasetinin parlavatkan ya siyasetçilerniki birisi. Hmm. Hem bir yerde nimede rol elişi mesela hükümette rol elişi, onun taşqı işlar qo'yilishi bu hammasi Yaponiyaniki bilib qilayotgan, dastavatgan bir siyosiy qadami. Buning strategik ahamiyati cho'ng. Shuning bilan birga chet eldagi Uyg'urlar uchunmi bir berilgan bir ilhom qaynağı bu ilhom qaynağı bo'la oladi deb o'ylayman. Chunki Uyg'urlar faqatlamki yig'lab o'zining manqisini qitib iliqi dardini to'kib anglata millat emas. Agarda fursat va sharoitlar berilsa, Uyg'urlarmi xalqaro sahnada özünün kimligini namoyon qilish bilan birga xalqaro sahnalarda o'zining o'ddisidan chiqa oladigan xizmatlarni qila oladiganligi hatto bu emas kelgusida davlat qura oladigan bunday bir potensial kuchninkimi borligini ko'rsatiladigan bir ilhom qaynağı bo'lishi kerak. Endi bu yerda bo'libmi yoshlar bu narsa ulgu olgan asosda texmi cho'ng texmi futuqliq natijalarga harakat qilsa yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Xitoy bir tarafdan Uyg'ur kimligining xalqaralashishidan andish qilayotgan bo'lsa, yana bir tarafdan Yaponiya, Turkiya va turk davlatlari orasidagi aloqalar kuchayyotidi. Sizcha Beijing bu yangi diplomatik muhitga qanday inkas qaytarishi mumkin? Xitoyning bu yerda bek cho'ng qila oladigan bir narsa yo'q bo'lishi mumkin. Ammo Xitoyning olib berayotgan eng cho'ng xizmatiningki birisi bo'libmi Uyg'urlarni turk emas deb Uyg'urlar nimadan ko'chib kelingan bizning tarixiy yiltizimizni, tarixiy esda tutish hofizimizni yuzish orqali bizni bu O'rta Osiyodagi va Turkiyadagi va Turkiy davlatlar bilan bo'lgan qandoshlik beg'imizni yo'qotish orqali bizni yot bir xalq bular bilan asli biz bir tuqqan xalq emasligimizga belki jiq yillardan buyon jiq xizmat qilib kelaylik. Ham buni chet eldagi ba'zi Uyg'urlar shuni qabul qilib qilig'liq Uyg'urlar asli turk emas u bu debchu. Vaholanki 100 yil keyinga qaytsak Uyg'urlarning qaysi millat ekanligi, qaysi qanday ekanligi nihoyatda aniq yezliqliq. Bu nuqtada Xitoy nihoyatda muvaffaqiyatli xizmatlarni qildi. Hamda boshqa davlatlarninki ularning nimasida o'zining erkin matbuoti, akademik erkinligi va tadqiqot deb berish nimasi sharoiti bo'lg'achqa bu O'rta Osiyo davlatlari bo'lib O'zbekiston va Turkiyalarda bu jihatda nihoyatda yaxshi, utuqliq, unumli xizmatlar va bizning tarixiy yiltirimizni, bog'larimizni qilib chiqarayotgan va nurg'un tadqiqot maqolalari, hujjat filmlar ishlanib, asli kelgan nimamizni eslatadigan nurg'un xizmatlarni ko'ryapmiz, bunga shohid bo'lyapmiz. Uyg'urlarmi bu erkin dunyoda o'zimizning asli yiltizini bu davlatlar bilan bo'lgan, xalqlar bilan bo'lgan beg'imizni kuchlantiradigan, buningga vesile bo'ladigan bu narsalarga jiq ahamiyat berishimiz kerak va bu bog'larni bog'lash orqali o'zimizning bu davlatlarda qandaq bir faoliyatlarni olib bora oladiganligimiz va ko'rishimizga qandaq asos ola oladiganligimizga diqqat qilishimiz kerak va shu to'g'risida ba'zi ishlarni olib berishimiz kerak. Sizga ma'lum bo'lgandek, bu yerda hozir Uyg'ur tashkilotlari uchun bir fursat bilan bir xavf tang mavjud. Bir tarafdan yangi diplomatik bo'shliq ichilishi mumkin, yana bir tarafdan Xitoyning istixborot va davlat olqigan besimi kuchayishi mumkin. Sizcha Uyg'ur tashkilotlarining hozirgi xizmat usuli bu yangi vaziyatga yetarlikmi? Menimcha umumiy nimada bu narsalarga xizmat javob berish imkoniyati tashkilotlarning yetarli emas deb qarayman. Chunki o'zimiz degandek tashkilot qurilmasi bir tor doiradagi bir inson haqlari nimasini shuninkini qilish bilan shakllanib qolgan nurg'un tashkilotlarda ashuna shakllanib qilish va bu ya'ni eee, umumiy vizyonda bir turmaga kirib qolgandek bir holat bor bu yerdachu. Buni kengri ichib etish kerak. Sharq Turkiston ko'rishniki asli mohiyatini, asli yetmoqchi bo'lgan nishon g'oyalarini tashkilotlar eee, bir beshidan qarab chiqib o'zlarining xizmatining zodi qaysi maqsad nishonga harakat qilayotganligini ko'rishimiz kerak. Ham ikkinchi nuqta bu yerda tashkiliy islohot. Tashkilotlarninki shaxsga bog'langan qurilmasini tashkilot sistemasiga bog'langan bir qurilmalarga ekilish kerak bu yerdachu. Ham uchinchi narsa tashkilotning ichidagi shaxslar o'zininki umumiy sapa qurilma bilim nimasini o'stirish kerak buningda. Bu Hmm. nuqtalar bo'lgan chog'da bizning ishlarimizda belgilik o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Ammo bu xizmatlarni qilmay turib
Meyli qanchalik fursatlar oldimizga kelsinmi, biz fursatlarni qochirishdan boshqa ish qilolmaymiz endi. Undaqda məsələn, məsələn Hı. siz Uyghur təşkilatlarına kelgüsü 3 yıllık strategiya tüzüş vəzifəsi verilgan bolsa, Yaponiya Türk Dövlətləri Təşkilatı, O'rta Asiyo və G'arb dövlətləri bilan bo'lgan munosabatlarda qaysi sohalarni birinchi o'ringa qo'yishni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Elbette bu strateji nihoyatda cho'ng nuqta. Hamma devletlerinki biz umumiy bir stratejimiz tuzilib nima qilgandan keyin buni albatta o davlatlarda o'xshamagan davlatlarda o'xshamagan shaklda va shu yerdagi yerlik siyosatlar yor bergan imkoniyat ostida olib beradigan gap. Hani O'rta Osiyo davlatlarida cho'ng bugungi holatda umumiy siyosiy nima qilolmagan ahvol ostimizdimu. Ama bizninki abay degandek tarixiy beg'imiz var, qon beg'imiz var. Anandan keyin bu yerdagi dindoshlik, qarindoshlik munosabatlarimiz var. Bu nuqtalarni asos qilgan holatda yeni bergan, yor bergan ba'zi imkoniyatlar var. Masalan, kulturel faaliyetler, akademik hizmetler, bu narsalarni kuchlantirgandan keyin bu davlatlarning Xitoy bilan tutgan siyosatida o'zgarishlar hosil bo'lishi tabiiy, chunki Xitoy tahdidi Xitoy yordamining eshishiga ergashib, Xitoyning bu yerga singib kirishiga ergashib, bu davlatlarmi Xitoyning tahdidini his qiladi. Şoňa bu siýasatlaryň özgürişi tabii, hem bu ýerde jografiyalik bir ýakynlyk, çegiradaşlyk münasibet bolgandan keyin, bunuňa garata hazırdan başlap kültürel ýakynlyşyny hazırdan başlap başlaşymyz gerek. Bu ýerge dindaşlyk, nimelik faaliýetlerimizni, dinni we kültürel hyzmatlarymyzy bu ýerde ýapagyly boldy meselem, Orta Asya we Türkiýe devletlerde. Şoňa hazırdan başlap keçişmegi asasda bu faaliýetlerge ähmiýet bersek ýaxşy boldy diýmem. Emma umumiy strategiýanyň nimesi diýemdi, hämme döwletlerde bunu icra kılış için şu okşamagan şekilde siyaset ep berişki zor keldi. Yani Hmm. vaziyet karta iş kılış gerek. Rahmet sizge. En ahırkı bir sual Nicat Bey. Bugünkü vəziyyətdə Xitay Uyğur kimligini faqat mədəniyyət məsələsi emas, bəlkə özünün dövlət bexətərligi məsələsi deyə qarab, yeni strategiyalar tüzüyotqan bir paytda dünyadakı Uyğur təşkilatları nima üçün hazırdan başlap birləşib ortaq siyasi və diplomatik strategiya tüzüş kerak? Bununla ən ciddi qədəm sübtida nimani tavsiya qilasiz? Elbette bugünkü dünyanın özgürlüğü nahayeti tez buluvatıdı. Çoğun kişiler oturski rekabetle nahayeti keskinleşiyordu. Rayon karakterlik nimildimu. Nurgunluğun rekabetlerine toxtamay buluvatkan uruşlar, devam kılıvatkan uruşlar var. Bu yeni tehditlerin yaratışıyla birlikte yeni nimelerni fırsatlarni bizge sunuvatıdı. Bunda bir bolgan aletden birincisi abay degендek umumiy Şarkı Türkistan körüşünün mahiyetini asli territoriyalik bolgan mustaqillik körüşüge bağlaş gerek. İkincisi bunun karta teşkilatla eee teşkili ideologiyasi, teşkili hizmet ip bir uslubidagi narsalarni tashlab qo'yib turib, o'xshamasliklarni bir üstelge kelişi gerek, bir söhbetni boshlash kerakligini uchun agar shu tashkilot samimiy bir vatan davosi uchun bir kurash qilayotgan tashkilot bo'lsa, bir-birsiniki nimasiga fikr almashtirish, tushunish va birlikda o'rtaq nimalarni birlikda qilib bo'ladigan narsani shakllantirish kerak va Hmm. uningdan keyin agarda bu narsalar taraqqiy qilib yaxshi qadamlar besilgan chog'da bir o'rtaq butun Sharq Turkistonliklarning milliy manfaati uchun vakillik bo'la oladigan bir o'rtaq bir gruppa o'ttirg'i chiqish kerak. Bu yerda Hmm. hamma tashkilot deydi biz vakillik qilamiz, u vakillik qilamiz deydi, ammo hech qaysi vakillik qilolmaydi. Chunki hammasi o'zining tashkilotiga vakillik qildi. Toki bütün bu nimada samimiy to'g'ri harakat qilayotgan tashkilotlar o'rtaq bir yerga kelib bir forumdan birini qurib xalqaroga buni jakolab xuddi Tibetlarning surgunligi hukumati qilgandekchu Hmm. xalqlarmi buningga o'ziniki nimasini tonib bizningki vakil xarakterlik organimiz shu deydigan. Bu qilgan chog'da bo'ladi, ammo afsuski Xitoy yillardan buyon bu Uyg'ur tashkilotlarga, Uyg'ur jamoat larning orasiga izchil har xil shakldagi jasuslarni tiqish orqali bu yerdagi o'yinlarni jiq o'ynab kelaylik, bu tashkiliy birlashish va tashkiliy nim qilishlarga izchil pal turib kelaylik, o'zaro ziddiyatlarni kuchaytirish va tashkilotlarni monopol qilib olish degandek. Buni uning shohidini ko'rdik masalan. 2025'te mesela Dünya Kurulu çok bir teşkilatın içinden 21 yıl mesela bayanat çok adam Xitayning jasus chiqdi mesela. Çünkü bu bir Hmm. bu bir yillik
ot kesse sayraydigan qo'ng'iroq borku. Hmm. Şunun o'xshash bu insonlar o'tirib o'ylanadigan narsa bu shundoq cho'ng bir organning ichidan cho'ng eng yuqori cho'ng nimasida xizmat vazifa olgan odamning Xitoyning jasuschiqisi nimani tushuntirib berdi. Şoňa ýylyky her daim içimizdeki bizning özümizning içimizde bolgan adamlarni setip ele şo monopol kılıç arkaly Xitay bu bizningki umumy milli birlik we milli umumy vakalet kıldygan bir teşkilatny wujudka çykarışymyzga Xitay izçil palto urup kelgili bunundan däris çykagan asasda bir ýerge kilip bir oturup bir umumy bir näse açykydan wagt keldi. Şunuň bilen birlikde pakatlam siyasi teşkilatlarning birleşmesi yeterli olmaydı. Onunla koşulup bir askeri hareketinin paralel alda siyasi hareketlerin paralel maňydygan özara maslahat kılışıp birlikde maňydygan näse bu üçin meýdanga ilki takazza kılıp atgan hyzmatninki birisi. Çünki bugünkü günde işler fakatla tatlyk gep diplomatik sözler bilen uçuruşlar bilen emas, koral güçü bilen askeri uçuruşlar bilen askeri uruşlar bilen ep berildi. Çünki uruşmy siýasatninki bir nemisi wasitesi aslida şu. Çünki uruş arkaly özümüz közgen siyasi mektepki nime ýetimiz. Anda Uygurlarning korallyk güçü meýle Afganistanda meýle Suriýede bolgandyken bu güçler bilen Uygur teşkilatlary alakada bulunuş gerek, düşünüş getiriş gerek. Ve şunun bilen paralel alda ortak nim hyzmatlaryny ep baralaymyz diýdigan bularny tüzüp ortak paralel hareket kılıç gerek. Bu bolmasa ýalgyz siyasi güçler, ýalgyz askeri güçler hemmesi öz aldyga hareket kılgan çagda biz közlegen nişanymyzga ýetemeýiz bu ýerde. Hemkarlyk, maslahat bilen birle hareket kılıç we ortak bir siyasi güçni oturga çykyş bu kaçırılmaz bir zörüri hatda perez bolup ketken bir Hmm. hyzmatnyň bir sop galdy bugün. Rahmet sizge Nicat Bey. Sizge rahmet. Kıymetlik pikirleriniz, göz kararlarınız ve şundakla tavsiyelerinizni keng anlıqçılarımız bilen ortaklaşkanlığınız için köňlümizning en çoňqur ýerinden sizge teşekkürimizni etimiz ve vaqt münasibeti bilen bugünkü söhbetimizni muşu ýerde ahirlaşdyrymyz. Rahmet sizge. Ben sizler için köňlümden rahmet etdim. Rahmet. Bugünkü haberimizden körübilişki bolady dünyadaki güç tampонlygy özgürüwatydy. Yaponiya istihbarat sistemisi qayta quruluwatydy. Orta Asiya we Türk dünyasy bilen bolgan münasibetini küçeytiwatydy. Xitay bolsa Uygurlarning kimligi, tili we çet eldeki alaqalaryny gün sireye özüniň döwlet bexeterligi dairasida görüwatydy. Arfiya Abletning Türk Döwletleri Teşkilatyda Uygurça sözleşi belkim bir diplomatning birli cümle sözü buluşu mumkin. Amma u bizge bir muhim haqiqatni eslatadi. Uyghur tili ve Uyghur kimligi Xitayning chegirisi ichiga qamalgan bir mavjudluq emas. U dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan, so'zlanayotgan ve namoyon bo'layotgan bir kimlikdir. Şunun bilen bir vaqtda Avustraliyadan kelgan xabarlarda chet eldagi Uyg'urlarga bo'lgan besim, nazorat ve uchur to'plash harakatlarining davomlashayotganligi ko'rsatildi. Bu bizga Xitoyning Uyg'ur masalasini unutmaganligini, aksicha uningga yangi usullar bilan muomala qilayotganligini ko'rsatadi. Şoňa bugungi masala faqat Yaponiyaning istihbarat idorasini qurdimi, qurmadimi? Yaponiya Türk dövlətləri bilan yaqinlashdimi, yaqinlashmadimi degan masala emas. Bugungi eng cho'ng masala Uyg'urlar bu yangi dunyoviy vaziyatga qanchalik tayyor. Xitoy o'zining istihbarat, diplomatiya va ta'sir qurollarini yangilayotganda dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlarining bir-biridan ayrim parcha holatda harakat qilishi endi bizga yetarli emas. Bizga o'rtaq strategiya, o'rtaq uchur siyosati, kasbiy diplomatiya, bexatarlik mexanizmi va o'zaro hamkorlik zarur. Yaponiyaning yangi istihbarat qurilmasi Türk dünyası bilan yaqinlashishi va Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarga bo'lgan besimi bizga bir yangi ogohlantirish bo'lishi kerak. Kelgusidagi kurash faqat ko'chadagi namoyish bilan emas, balki siyosat, diplomatiya, istihbarat, uchur, til, madaniyat va xalqaroliq munosabatlar sohasida ilib berildi. Şoňa dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'ur tashkilotlari, ziyolilar, faoliyatchilar va mutaxassislarning bir yerga kelib, bu yangi vaziyatni birlikda muzokara qilishi va o'rtaq harakat plani tuzishi endi bir tanlash emas, balki bir jiddiy ehtiyoj. Uyg'ur kimligini saqlash faqat o'tmishni eslash emas, u kelgusini qo'g'dashdan iborat.
Bizning tilimiz, tariximiz va kimligimiz dunyoda yashashi uchun ovozimizmi dunyoda birlikda anglanishi kerak. Birlik bo'lsa kuch, tashkillik harakat bo'lsa ta'sir. Uyg'ur kimligi yashasin, Uyg'ur tili yashasin. Sharq Turkistonning haqiqati dunyoga yetkazilsin. Anglayotganinglar Azad Sharq Turkiston radiosi xabarlari. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. Keyingi son xabarlarimizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.